Voy, kapot, sen aytayotgan ish to'g'ri. Nima haqida gaplashyapsizlar? Salom qishloq, yaxshimisan? Qarachi biza bitta narsada bahs tortirishib qoldik. Merimizga sovg'a qilamizmi bitta narsa deb. O'shanga nima deysan? Ani mermi? Yo'q, unga sovg'a qilish kerak emas. O'tgan videoda ko'rdik, hammamizdan ishdan bo'shatdi. Как раз o'zi ham telefon qilyapti. Keyin undan so'raymiz, unga nima yoqishini. Xo'p, mayli, xo'sh. Hozir ko'taryapman. Ko'taraymi yo'qmi? Ko'tarma o'chirib qo'yib bizga kerak emas. O'tgan safar bizni ishdan bo'shatib tashladi. Shuning uchun unga sovg'a qilamizmi? Agar bu taklif senga kerak bo'lsa, men umuman qatnashmayman. Ha, men ham. Men o'zi dorichi edim, lekin meni ham ishdan bo'shatib yubordi. Barchaga salom do'stlar, sizlar bilan birga Kompot yangi videomga xush kelibsizlar. Ha, kamera yoqib aytayotganmiding? Ha, hammasi menda kamera yoqayotgan edim. Shuning uchun mayli, u ham mer. Unda qishlog'imizga hozir yangi odam keladi, merga o'xshagan. Merni akasi kelsa kerak, bilmadim. Kelsa uni kutib olamiz. Ha, mana kelishibdi. Salom, qalaysan? Salom, yaxshimisan? Nima gap, yaxshi yuribsanmi? Nimaga usting bunaqa kir? Amma o'zi shunaqa ko'chalarda yotib yuraman. Prosta ko'chada yotish menga yoqadi. Buni qayda o'raylik, bo'lmish-ku. Yo'q, to'xtab tur. Xo'p, gap davom et. Shunaqa qilib bugun sizlarning qishlog'larga kelib qoldim. Shu yerda yashab tursam bo'ladimi? Xo'p, mayli, merimizdan so'rab ko'r, yashayver. Bizga qishloqlar hozir juda ham kerak bo'lyapti. Mer senga ish beradi, ishlaysan, ustingdagi kiyimingni almashtirasan, o'zingga pul topasan va uy qurasan. Mana shu qishlog'imizdan. Ancha yaxshi qishloq bu. Senga bu yerda yashashni maslahat beraman. Ha, hech hamma maslahat beryapti. Men bitta bloger degan kompotni oldiga kelgandim. Ha, qarshingda turgan menman. Nima rostdan ham senmisan? Ha, menman. Xo'sh, gapir. Qarachi, sen bilan bitta ish qilmoqchiman. O'sha meri haqida. Ana do'stlar, kerakli odam kelibdi. Xo'p, yetalar nima deysizlar? Bo'ldi, yo'qotgin buni. Yo'q, jim tur. Xo'p, davom et. Qarachi, meri bitta qilib, meri o'tgan safar videoda seni qo'rqitishgan ekan. O'shanga 16 ta izbrut olib chiqsa emas senga o'sha merni yo'qotaveraman. Shuni aytmoqchi edim. Ha, mana 16 ta izbrutni ol, endi nima qilamiz? Merni kuzatamiz va merni yo'qotishga yordam qilaman men. Как раз bo'ldi, merni yo'qotaveramiz. Mana bu jitelni uyda nimalar bo'lishini ayta olasanmi? Kompot, bu seni pullaringni uxlatadi. Yaxshilikcha haydab yubor. Hech qanaqa pul ocha olmaydi bu ahmoq. Qayerdadir bu jetel. Mana bu uyni ko'ryapsizlarmi? Mana shu uyda yaqinda tushkunlikka tushiladi va hattoki bu uy portlab ketishi ham mumkin. Mana kameralarda ko'rib turibsizlar. Bu sizlarning meringlarning uyi. 100% ayta olaman. Ha, bu uyni yaxshilab kuzatishimiz kerak. Taq. Eshik bormi? Eshikni ocha olasizmi? Taq. Voy, kim u? Men kelgan edim, eshikni ocha olasizmi? Hozir bandman, iltimos ertaga kel. Yo'q, men yangi aholiman, yangi qishlog'ingizga ko'chib kelganman. Eshikni ochib yuboring, iltimos. Jursin, hozir bandman deyapman. Yo'q, sizga xat kelgandi, shuni olib oling demoqchi edim. Eshikni ochib yuboring, iltimos. Hozir chiqyapman. Ha, sen kimsan? Usting sasyapsan. Qo'rqmang, men shunaqaman. O'zi xat tashuvchiman. O'shanga sizga xat kelgan ekan boshqa qishloqdan. Xo'sh, qaysi qishloq? 34-qishloqdan. Minecraftda bunaqa qishloq yo'q. Bilmayman, qarachi 34 mi, 43 mi bilmayman. 69-qishloqdan kelgan. Qarachi, mana shu uyda biza yangi biznes boshlashimiz kerak. Men folchiman. Men bu narsa folni ochib tashlay olaman. Shunga menga yordam berorsangiz bo'ldi. Nima? Fol? Ustimdan kulyapsanmi? Shuning uchun bandligimdan chaqirib keldingmi? Siz menga ishoning. Agar ishonmasangiz, men sizga 16 ta izbrut beraman. Bu juda ham katta izbrut. Qarachi, jitellar nima qilyapti ekan? U mer bilan biza mana shu yerda yashinib turibmiz. Unga ko'rish mumkin emas ekan. Kompot 16 ta izbrutga uxlading, bro. Ya, mayli, sabr qilaylik. Pulni topish muammo emas. Bugun mer menga как раз 16 ta izbrut berish kerak edi. Tekinday bo'laman. Baribir 16 ta izbrut meni istasanda. O'sha pulni menga bersang, senga umuman kasal bo'lmaydigan dori tayyorlab berardim. Ha, men esa senga xohlagan uyingdagi joylarni tozalab berardim. Xo'p, mayli, hammanglar pulga o'chsizlar. Qarachi, jitellar, xo'p, mayli, unda biz hozir sizlar bilan ko'raylik, nima qilar ekan jitel kelgan jitel. O'shanga qarab gaplashamiz. Kompot, lekin shu ishingni noto'g'ri qilding-da, bro. Shu umuman noto'g'ri qilding shunga. Xo'p, mayli, ko'raylik, hali vaqt oldinda.
Короче, biznes g'oya bo'yicha mashqni bitta cho'tki biznes joy qilamiz va biz mo'maygina pulni tiyida qolib ketamiz. Boshqa bloklarni qayerdan olsam bo'ladi? Menga yana bitta bloklar kerak. Ha, bizda Kabbot degan bloger bor. Uni skladida juda ham ko'p bloklar bor. Mana buni tojini uxlatishim kerak. Xo'p, davom eting. O'sha skladini ichida juda ham ko'p bloklar bor. Xohlasa olishing mumkin. Men ruxsat beraman. Juda ham kakras. Men hozir borib olib bu yerni biznes g'oya qilaman. Qo'rqmang, barcha tovarlarni o'zim olib kelaman. Sizdan hech qanday pul talab qilinmaydi. Hammasi o'zimni yonimda bor. Agar biznes o'xshamasa sizga 16 ta istak izurut beraman. Hozir xatni o'qib oling. Tak bo'ldi, tayyor. Ssenariy bo'yicha ketyapman. Shunday qilib 16 ta izurut beraman. Agar biznes g'oya o'xshasa siz menga 16 ta izurut berasiz. Xo'pmi? Xo'p, mayli, kelishdik. Unda bor, quraver, hammasi senga VIP, короче. Men bu tojini uxlatishim kerak. Bo'ldi. Hozir 2 daqiqa men borib kelay. Qattaligi ko'rsatib olasizmi? Mashinadan to'g'ri yurasan, men ya'ni mayda uyimdan to'g'ri yursam bo'ldi. Xo'p, ssenariy g'oya bo'yicha men ham ishlar qilishim kerak. Uni boshidagi toj normalniy pulga ketadi. Men boyib ketaman. Hozir menda bor instrumentlardan uni tojini kopiya variantini yashashim kerak. Unga ko'rsatishim kerak va o'zini haqiqiy toji bilan solishtirganda bir kopiya bo'ladi. Nima qilyapman bu yerda? Men o'sha biznes g'oya haqida o'ylayotgan edim. Mana buni olib ko'ring-da. Bu nima? Bu siz uchun ichimlik. Uni ichsangiz juda ham zo'r bo'ladi. Sizga ichishni maslahat beraman. Nima? Ichishni maslahat berasan? Ichavering, siz eng zo'r merga aylanasiz. Yuzingizda yana 10 yillik yosharish ko'riladi. 100% ichishingiz mumkin. Shaxsan o'zim kafolat beraman. Ichavering. Xo'p, mayli, ichishga harakat qilib ko'raman. Hech narsa qilmasam bo'ldi. Xo'p, mayli, ichaveraymi o'zi? Ichavering. Vaqtdan yutishimiz kerak. Bo'la qo'ying, imillamang. Bo'lmasa tojingizga uxlaysiz. Nima? Yo'q, prosta hazillashdim. Mana shu eshitsangiz bo'ldi. Xo'p, jitelar nima qilyapti ekan? Nimalar haqida gaplashyapti? Qanday biznes g'oyalar bo'lishi mumkin? U bizga merni yo'qotib yuborishga kelishgandi. Bilmadim. Sen pulga uxlading, короче. Men bu yerda o'tiraman. Chiqaylik tashqariga. Xo'p, mayli, tashqariga chiqamiz. Ular qayerda? Yo'q. Men senga aytgandim, sen uxlatib ketaverardim. Axir u lo'li jitel. Sen lo'lilarga ishonma. Yo'q, mana bu yerda gaplashyapti. Nima qilyapsan? Men unga oddiy kofeni bergan edim. U uxlab qoldi. Hozir u 72 soat davomida uxlaydi. Ungacha tojini olib kiyib olishing kerak. Sen turganingda haqiqiy mer u deb o'ylaydi. U o'zini tanimaydi. Shuning uchun olishing mumkin. Bo'ldi, tojni oldim. Davay, men kiymayman bo'laman. Yo'q, menga men kiya qolayman. Shaxsan o'zim kiyishim kerak. Xo'p, mamnun ustini qaranglar, qizil bo'lib qoldi. Xo'p, tur. Bu tojni yaxshisi o'zimga bera qol. O'zim kiya qolaman va o'zim sizlarga merlik qilaman. Bemalol berishim mumkin. Do'stingga ishonganda ishonaver. Nimalar bo'lyapti? Mer, короче, dedim. Xo'p, shunday, qani mer uyini ochamiz. Vau, nimalar qilyapti? Yo, sen kimsan? Men haqiqiy mer emasman. Men bilmayman. Yo, jin ursin. Xo'p, mer, yaxshimisan? Men короче seni uxlatish haqida gaplashayotgan edik. Bizni kechir. Shuning uchun ham sen menga yoqmaysan. Mana bu jitel seni o'rningni ochmayapti. Shuning uchun seni qamataman, короче. Sen umuman yomon insonsan, shuni unutma. Yo'q, men hammasini to'g'ri ishlayotgan edim. Sen menga tojni bersang bo'ldi-da. Men juftakni rostlar edim. Hammasi joy-joyiga tushib ketardi. Yo'q, do'stlar, hech qachon birovga ishonmanglar. Mana oqibati nima bo'lishini bilasizlar. Shuning uchun shu joyda kamerani tugataman. Gapni aytganim, sen pulga uxlaysan. Bo'ldi, hech qanaqa insurut yo'q endi. Xo'p, mayli, bo'pti. Unda sen, короче, qamalasan.